15 fasadga nima deb o'ylaysizlar? Ikkita kottej qursa bo'ladimi? Qaranglar, mana shu xonadonimiz sotuvga chiqdi. Fasadi 15. Ko'chalari kichkina emas, o'rtacha, огородlari katta, svet, suv, gaz, kanalizatsiya вообще muammo yo'q. Bu yoq tarafdan 300-400 metrcha yurilsa, shunda Uchtepa hokimiyatining perikroskasiga chiqamiz. Ana to'rda Murat building qurayotgan domlari. Mana bu yoqda dashi pastga tushib ketsa, eski tramvay yo'liga tushib ketamiz. Tekis to'rtburchak xonadonimiz 307 sotix. Hop, hozir ichkariga kiramiz, xonadonni ko'rsataman. Qarang, mana xonadonimiz ichiga kirdik. Общий gir aylana 8 tacha xona bor ekan. В принципе, ozgina o't-o'tga qarab yashasa ham bo'ladi. Bog'cha, maktab 300-400 metr atrofida $160,000 baholanamiz shu xonadonni. Ya'ni ozgina sunnatiga o'tiladigan joylari bor. Kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opsioniyada barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.